O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimida raqamlashtirish jarayonlari izchil amalga oshirilmoqda. Ayniqsa, OITSga qarshi kurashish sohasida joriy etilgan elektron axborot tizimi bu yo'nalishdagi faoliyat samaradorligini sezilarli darajada oshirdi. Yangi tizim afzalliklari nimalardan iborat? Mazkur savolga navbatdagi lavha orqali javob olamiz. Endilikda orttirilgan immunitet tanqisligi virusi infeksiyasi bilan bog'liq holatlar monitoringi elektron ravishda amalga oshirilib, dori vositalari va test tizimlarining harakati real vaqtda kuzatiladi. Bundan tashqari, ushbu tizim Ijtimoiy himoya milliy agentligining axborot bazasiga ulangan bo'lib, 18 yoshgacha bo'lgan orttirilgan immunitet tanqisligi virusi bilan kasallangan bolalarga nafaqalar avtomatik ravishda tayinlanmoqda. Bu esa aholi uchun qulaylik yaratish barobarida ortiqcha yugur-yugurlar va qiyinchiliklarni bartaraf etadi. Tadbir o'tkazishdan maqsad sog'liqni saqlash tizimida raqamlashtirishni xalqimizga, aholiga tushuntirib berish. Masalan, oldinlari OITSga qarshi kurash markazlariga aholi murojaat qiladigan bo'lsa, bunda barcha yozuvlar tibbiy kartaga yozilar edi. Hozirgi kunda bu jarayon raqamlashtirilgan bo'lib, hamma yozuvlar, barcha yozuvlar elektron shaklda bo'lib, kompyuterda kiritiladi. Bundan tashqari, bemorga beriladigan dorilar, ularni qabul qilishlari ham elektron jarayonda olib boriladi. Bundan tashqari, OITSga qarshi kurash markazlarida olib boriladigan tahlillar va ularning natijalari ham elektron shakliga o'tkazilgan. Bu elektron shaklga o'tkazgani tibbiyot xodimlariga ham, shifokorlarga ham, bemorlarga ham juda qulay bo'lib, ularning vaqtini tejaydi. Har xil qog'ozlar ishlatilishini kamaytiradi. Bemorning elektron kartasi yaratilgan bo'lib, unda bemor haqidagi barcha ma'lumotlar, tashxis, tahlillar, davolash jarayoni va dori vositalarini qabul qilishga oid ma'lumotlar to'liq aks ettiriladi. Barcha ma'lumotlar respublika va hududiy OITS markazlari bilan bog'langan yagona elektron platformada saqlanadi. Natijada tibbiy xizmat ko'rsatishda shaffoflik, tezkorlik va ishonchlilik ta'minlanadi. Ushbu matbuot anjumanida bevosita Sog'liqni saqlash boshqarmasi hamda OITS markazi va bir qator blogerlarimiz, matbuot xodimlarimiz ishtirok etdi. Bugungi kunda Toshkent viloyatida OITS bilan kasallangan yoshlarimiz, aholimiz kamaygan. Bugungi kunda o'ylaymanki, mana shu yoshlarimiz o'rtasida OITS kasalligini yuqish yo'llarini aholi o'rtasida, yoshlar o'rtasida keng targ'ibotchilikka hamma birlashadigan bo'lsa, bu kasallikni oldini olishga alohida chora-tadbir kerak emas. Bu erishiladi va ayniqsa yoshlar o'rtasida bugungi kunda targ'ibot tashviqot ishlari olib borilishiga qaramasdan yanada kuchaytirish va ijtimoiy so'rovnomalar o'tkazish bo'yicha kelishib olindi. Qisqacha aytganda, raqamlashtirish bu faqatgina zamonaviy texnologiya emas, balki inson hayotini yaxshilashga qaratilgan muhim qadamdir.